qora bo'libdi-yu, bitta. Qoradan yursangiz, o'zingiz ham qora bo'lasiz. Qoralarga yaqinlashmang. Undan ko'ra Toyota Land Cruiser oppog'ini haydab boring, qalbingiz ham yana oqarib ketaveradi. O'zi oq ko'ngil insonsiz, siz to'g'ri yurasiz, to'g'ri ishlaysiz, ehsonlarni joy-joyiga to'g'ri berasiz. Shuni hisobiga mol dunyoyingiz ham sababini qilyapsiz, ko'payib ketyapti hoji aka. Bilasiz-ku, bu Toyota Land Cruiser 300 talik. Siz bosib yuboring oppoqqinasini. 3.5 turbina motorligi, atmosfernigi nisbatan eng fuli bo'ladi. Orqada monitorlargacha bor, o'rta konsol qismidagi boshqaruv knopkalarini ko'pligini ko'rsangiz-chi. JBL akustika sistema, bordoviy bilan qora kombinatsiya salonli. Qo'liklar ham takoy bordoviy. Mana qarang, shu qadar knopkasi. Ko'poli sensor bo'lib turib, uni tushirib, ochib, u funksiyaga kirib, yo'llarda chalg'ib qolinadi-yu. Yevro standart bo'yicha aynan mana shunaqa knopkali bo'lish kerak. O'shandagina Yevropada bilasiz, haydashga ruxsat beriladi, ya'ni Yevro standartdan o'tadi. Hoji dodaga olib bersangiz ham maza qilib, qiynalmay boshqarib ketaveradilar. Nima funksiya kerak? Hammasi bor-da. Mana pnevmadan boshlab 4x4, ikkita balon, orqa, oldini o'z, nima kerak rejimlarini. Voy, ko'pligini 2023 40 ming probeg. Yangisini olaman desangiz 120 mingga turadi agar surishtirib ko'rgan bo'lsangiz. Lekin buni srochniga 85 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. Ishonavering, maza qilasiz. Oxir payt bular savdoda kam, sotuvda topish qiyin. Mana top qo'yganda vashikalardan 85.500. Bitta like bosib qo'ying, iloji bo'lsa, yaqinlaringizga tarqatib qo'ying hozir. Iloji bor, to'g'ri.